Onamning duosi. Muallif Umida Hosilova. Men bolaligimda onamning duosining qudratini anglay olmasdim. Lekin har kuni u qo'llarini ko'tarib, meni Allohga topshirganini ko'rib, ichimda bir iliqlik his qilardim. Onam har doim meni uyg'otganida, "Bolam, bugun ham Alloh seni himoya qilsin, qadamlaringni to'g'ri qil va har doim yaxshilik qilishingni so'rayman" deya duo qilardi. Men esa u shunchaki gapirib yuboradi deb o'ylardim. Yillar o'tdi. Men ulg'aydim. Bir kuni maktabdan uyga ketayotganimda shaharda bir necha yovuz odamlar bilan duch keldim. Yuragim tez-tez urardi. Qo'lim titrardi. Shu lahzada onamning ovozi qalbimda yangradi. "Alloh seni himoya qiladi, bolam. Qaytib kelasan." Shu gaplar menga kuch berdi. Men vahima qilmasdan, xotirjamlik bilan u yomon vaziyatdan chiqib ketdim. O'shanda tushundim. Onamning duosi ko'rmasam ham meni himoya qilgan ekan. Birinchi ish joyimga kirganimda ham hayot shunchaki yengil bo'lmadi. Ishdagi stress, do'stlar bilan kelishmovchiliklar, hatto sog'liq muammolari menga tashvish keltirdi. Lekin har safar onam bilan telefon orqali gaplashsam, uning samimiy duosi va iliq so'zlari menga kuch berdi. Men endi angladim. Onamning duosi bu hayotimdagi eng kuchli qalqon. Bir kuni sog'lig'im yomonlashdi. Shifokorlar ko'plab tekshiruvlar o'tkazishdi, lekin hech qanday xavotir ko'rsatmadi. Men esa ichimda shukr qildim. Bu shukr onamning tongdan oqshomga qadar qilgan duosi sababli edi. Men hayotim davomida hech narsaga shikoyat qilmasligimni va onamning duosiga sodiq qolishimni his qildim. Endi men har tong uyg'onganimda va Allohga shukr qilaman. Shuningdek, onamning har bir duo qilgan qo'llarini eslayman. U meni ko'rmasdan turib ham himoya qiladi. Hayotda eng katta boylik bu onamizning samimiy va sof duosi. Shuning uchun men har bir yosh bolaga aytaman, har bir insonga aytaman, onangizni duosini qadrlang. U sizni har qadamda himoya qiladi va hayotingizda duch keladigan har qanday qiyinchilikda eslang, siz yolg'iz emassiz. Onangizning duosi bilan Alloh doim sizni asraydi. Hikoyamiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta kanalimizga like bosing, obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. E'tiboringiz uchun rahmat. Men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. O'zingizni ehtiyot qiling. Allohga omonatsiz. Sog' salomat bo'ling.